Pul so'raganingda yo'q demasdan qo'lingga pul berdim. Bu nima qilganing? Loba, umuman tanimayapman seni. Mana endi taniysan. Opa, u o'lib qoldimi? Qara, shuncha pulimiz bor endi. Bularni qo'ysangizchi. Axir u o'ldi-ku. Ha, sen e'tibor berma. O'lsa o'lib ketaveradi bitta odam. Endi buni nima qilamiz, opa? Bu nima? Hozir to'xtab tur, o'zim ham boshim ishlamayapti. Buni hozir birorta matoga ham nimagadir o'rab, dahlizga olib chiqib qo'yamiz, a? O'sha joyda turaveradi. Keyin nima qilishni o'zim o'ylab topaman. Bor. Birorta mato olib kel, xo'pmi? Bor, oqa. Iya. Assalomu alaykum. Komandir, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Xotinim topildimi? Butun boshli tezkor xodimlar sizni ayolingizni qidirish bilan band. Siz bo'lsa mana bunday ahvolda yuribsiz. Nima? Bayram qilyapsizmi? Yo'q aka. Qanaqa bayram? Siqilganimdan ichdim. Ichim yonib ketyapti, komandir. Nargizani yo tirigini, yo o'ligini bilmayman. Hamma qarindoshlar mendan so'rayapti, nima bo'ldi deb. Men qayoqdan bilaman? O'zidan o'zi yo'q bo'ldi qoldi. Ayolingiz bilan juda ham ko'p janjal qilar ekansiz. Bunga sabab nima edi? Ha? Qiziqmisiz? Yo'q. Endi ba'zida bu turardi. To'g'risini aytsam, komandir, men biroz ichib turaman. Shundan janjal chiqdi. Arzimagan narsa. Lekin u meni ichishimni yomon ko'rardi. Balkim sizga siz so'ragan pulni bermagani uchun gumdon qilgandirsiz. O'zingiz esa mana shu tomoshani o'ylab topgansiz. Aha? Nimalar deyapsiz, komandir? Men, ha? O'z xotinimmi? To'g'ri, lekin u ko'p pul topardi. Meni hurmat qilardi. Lekin men ham uni yaxshi ko'rardim, komandir. To'g'risini aytsam, meni biroz ishlarim yurishmay qoldi. Tan olaman. Lekin komandir, u do'kon ochdi. Ishlari zo'r yurishib ketdi. Endi bo'lsa, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi. Men bilan mahkamaga borishga to'g'ri keladi. Qolganlarni o'sha yerda gaplashamiz. Nimaga, komandir? Iltimos, men bilan yuring. Qarshilik ko'rsatmang. Meni aybim yo'q. Bu ishga umuman aloqam yo'q. Agar xotinimni o'zim bir narsa qilganimda sizlarga xabar berarmidim? O'sha yerda gaplashamiz. Qani, yuring. Qayoqqa? Yuring. Qarshilik qilishingiz xato. Qani yuring. Komandir, mendan gumon qilishingiz xato. Ruxsora qizim. Dars tayyorlayapsanmi? Ha, faqat bittasiga tushunmadim. Agar tushunmasang, oyingni chaqirmaysanmi? Ha, oying o'rgatmaydimi, qizim? Aytdim, hozir boraman dedilar. Ungacha o'zing tayyorlab tur dedilar. Voy, bu kelin hech odam bo'lmadi de. Nima ishi bor ekan oyingni? Hamma yog'i to'zib yotibdi. Uy joyga qaramasa, gapirsam, gapimni og'zimga yopishtirsa, ha? Juda ham charchadim de oyingni dastada. O'rgaturib, o'zimda qolmadi-ya bolam. Hech bo'lmasa, senga darsingni qildirsa bo'ladi-yu. Voy, buni qayerdan olding? Oyim berdilar. Mana bunisi tilla ekan. Tilla ekan? Oying qayerdan olibdi buni? Oyimni pullari ko'p buvijon. Qizim, oyingni qayerdan puli bo'lardi? Ertalabdan kechgacha ishga borib keladi-yu, doim puli yo'q-a. Men sizni aldamayapman. Rostdan pullari ko'p. Keyinchi oyimda tillalar ham ko'p. Voy qizim, qo'ysangchi, qayerdan pullari, tillalari bo'ladi?
oyim uyga olib kelib bekitib qo'yganlar-ku. Nima siz bilmaysizmi? Ko'rsataymi? Qani, ko'rsatchi. Voy. Rosa. Aldamabsan? Lobar? Lobar dedim. Labi oyijon. Shuncha narsa qayerdan keldi? Siz qanday qilib topdingiz buni? Ruxsora oyimni pullari, tillalari rosa ko'p desa men ishonmay o'tiribman. Ruxsora olib bermaganda hech narsani bilmasdim ham. Nima? Ruxsora sen olib berdingmi oyijonga bilan? Men bolaga baqirasiz? Baqirmang unga. Bolaga baqirgandan ko'ra menga ayting, qani bularni qayerdan oldingiz? Bular o'zimni pulim, o'zimni tillalarim. Ishlab topganman, yig'ayotgandim oyijon. Shuncha pulni ishlab topdingizmi? Shuncha nega? Oyijon, iltimos menga bering. Qizim, shuncha pulingiz bor ekan, ro'zg'orga qo'shmaysizmi? Ha? Keyin bu pullar borligini o'g'lim biladimi? Axir bu pullarga kreditni bemalol yopsa bo'lardi-ku. Hammasidan qutulardik. O'g'lim ham qaytardi. Oyijon, bu pullarning joyi bor. Men haliga o'g'lingiz qaytganlaridan keyin ularga mashina sovg'a qilish uchun yig'ayotgandim. Siz esa hammasini barbod qildingiz oyijon. Nima? Mashina sovg'a qilmoqchiman. Ha, nima qildi? Hozir hamma ayollar erlar uchun mashina sovg'a qilyapti-ku. Men ham shuni xohlagandim oyijon. Bularni hammasini shuncha paytdan beri orttirib yig'ib kelayotgandim. Bu pul haqida hech kim bilmasin, bu surpriz. O'g'lingiz kelishlariga sovg'a qilamiz bo'ladimi? Mana buni oling oyijon, bu sizga. Voy, buni men nima qilaman? Dorilaringizga ishlatarsiz oyijon. Endi men esa qolganini bekitib qo'yma, xo'pmi? Bu gap shu yerda qolsin. Xo'pmi oyijon, hech kimga aytmang. Rahmat qizim. Ayda dorilarim tugaganda, pulim yetmayotganda. Ha mayli. Hech kimga aytmaganim bo'lsin. Surprizmi, surpriz-de. Ay, yur qizim, narigi xonada darslaringni qolamiz. Kerak bo'lsam chaqirasiz oyijon. Menga qara. Nimaga sen buvingga tillalarni ko'rsatding? Buvim oying puli yo'q dedilar-da. O'shanga pullari bor deb aytgandim. Sizni tillangiz ko'pligiga ishonmadilar. Shunaqa desalar, undan men olib beraverasanmi? Men bilmay qoldim. Kechiring oyi. Kechiring demay o'l. O'zi qayerda ko'ra qolding men u yerga qo'yayotganimni? Ana kuni qo'yayotganingizda ko'rdim. Rostan dadamga mashina sovg'a qilmoqchimisiz? Bunisi bilan seni ishing bo'lmasin. Tushundingmi deyapman? Ha, tushundim. Darsingni qil. Yo'q. Yo'q, tinch qo'y meni. Yo'q. Alo. Ertaga siz bilan ko'rishib olishimiz kerak. Ra'no. Alaykum assalom. Sizni qamab qo'yishgan deb eshitdim. Ha, shunday edi. Ishlar chatoq. Nargizani yo'qolishda mendan gumon qilishyapti. Tasavvur qilyapsizmi mendan? Kelib o'z xotinimga shunday qilishi mumkinmi? Voy tavba, endi nima bo'lar ekan? Nargizani topishga harakat qilishyapti. Na suvda, na quruqlikda hech qayerda yo'q. Ishonasizmi, hatto kameralarda ham yo'q. O'sha kuni uydan chiqqanu yo'q bo'lgan. Uf, jinni bo'lib qolaman.
Xudo xolasa topiladilar. Men ishonaman. Nargiz opamga hech narsa qilmagan. Kundan kunga umidim so'na boshlayapti. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz, Nargiz opam hali topiladilar. Men ham shundan umid qilaman. Xullas, men uyingizga kelganim sababi hozircha do'konni yopamiz. Shuning uchun sizdan do'konni kalitini olgani kelgandim. Ishlar bu ahvolda ekan, men do'kondan xabar olib tura olmayman. Qanaqasiga yopasiz? Menchi ishim nima bo'ladi? Siz boshqa joydan ish qarab ko'ring, oyligingizni beraman. Iltimos, do'konni yopmang, Sardor aka. Men o'zim hamma ishlarni yuritaman. Siz xavotir olmang. Do'konni yopishim kerak, vaqtinchalik bo'lsa ham. Nargizani o'zi topilsa. Agar tirik bo'lsa, men shundan umid qilaman. O'zi ishlarni yuritaveradi. Men ro'zg'orimni shu ishimni orqasidan tebrataman. Iltimos qilyapman-ku, yopmang do'konni. Bo'lmasa, bunday qilaylik. Mani nomimga o'tkazib bering. Men ishlarni to'liq qo'limga olaman. Hamma kamomatlarni o'zim yopaman, o'zim yuritaman. Nima deyotganingizni bilasizmi? U do'konni ochish uchun Nargizani qancha mehnati, qancha puli ketgan. Men uni hech kimning nomiga o'tkazib bermayman. Yaxshisi siz tezroq hisob-kitoblarni yoping. Men 1-2 kunda do'konni yopishni harakatini boshlayman. Sog' bo'ling. Tushunursiz. Lobar uni nimadir qilish kerak. Butun uydan hidi chiqib ketyapti. Bunaqada hamma qo'shnilar sezib qoladi. Nima qilamiz, opa? Hozir hamma aynan shu ish bo'yicha yuribdi. Hamma joylar tekshirilyapti. Shuncha qilgan ishimiz bir pul bo'ladi-ku. Men umuman bu uyda uxlay olmayapman. Kechasi bilan har xil ovozlar eshitilyapti qulog'imga. Undan nimadir qilib qutulishimiz kerak edi. Kanalga tashlab yuboramizmi? Bo'lmaydi, opa. Kuni Sardor aka uni suvdan ham, quruqlikdan ham qidirishyapti deb aytdi. Kanalga tashlasak aniq topib olishadi. Nimadir qilaylik. Bo'lmasa birorta joyga olib borib ko'mib tashlaymizmi? Qayerga ko'mamiz? Domda yashasangiz. Hovliz bo'lganda-ku hovlizni bir chetiga ko'mib borardik. Bilmayman. Uzoqroqga shahardan chetgami olib chiqamizda ko'mib tashlaymiz. Hech kim ko'rmaydi. Robert kechasi bilan tushimga kirib chiqyapti. Yaqinda bu ketishda jinni bo'lib qolaman. Bo'ldi, opa, tinchlaning, vahima qilmang. Muhimi bizda shuncha pul bor, tilalarimiz bor. Hamma Nargiz opani eridan gumon qilyapti. Hatto uni qamab qo'yishgan. Shuning uchun hech ham xavotir olmang, opa. Hech kim bizdan shubha qilishmaydi. Xo'p, bo'lmasa o'sha jasadni bir yo'lik qilib yo'qotaylik uydan. Xo'p, men hozirda ko'chaga chiqib taksi olib kelaman. Siz uni sudrab eshik yoniga olib kelib turing. Taksi nima bu deb so'rasa nima deymiz? Lobar yaxshisi, qarigi meni dugonamning mashinasi bor. O'shani olib turayman unda. Bo'ldi. Bo'lmasa shunday qilamiz. Dugonangizning mashinasiga ortamiz-ayu shahardan tashqariga chiqib ketamiz. Uni o'sha yerga ko'mib tashlaymiz. Shu bilan hammasi tugaydi. Undan qutulamiz. Yo'q, bo'lmasa shu ish qilaylik tezroq. Opa, jasadni hidi chiqyapti. Hech nima qilmaydi, ichida. Hozir ko'mib tashlaymiz, qutulamiz shundan. Ko'tar bo'l. Bo'l tez-tez hech kim ko'rib qolmasidan. Qimillamanglar. Ikkalovingiz ham jinoyat ustida qo'lga olindingiz. Boshidan marhumaning eriga hamma ayblarni ag'darishingiz meni e'tiborimni tortgandi. Sizlar istagandek Sardorni qamoqda ushlab turdik. Keyin esa chiqardik. Keyin esa men sizlarni kuzatdim. Adashmabman. Shubhalarim to'g'ri chiqdi. Ming afsuski, bizni jamiyatimizda bunday ayollarni borligi juda ham achinarli. Iltimos, meni kechiring. Meni qo'yib yuboring. Meni erim, qaynonam, qizim bor. Ularning yonida nima degan odam bo'laman? Hammasiga opam aybdor. Bu fikr opamdan chiqdi. Nima? Nima endi men aybdor bo'lib qoldimmi? O'zingni menga o'zini aybini to'nkayapti. Ishonmang bularning gapiga. Bo'ldi. Janjalni bas qiling. Endi hammasini bir boshidan aytib beringlar. Sizlar Nargiza Abdullayevani hayotiga nuqta qo'yib, jinoyat izini yashirishga urindinglar. Erini esa gumondor qilib ko'rsatdinglar. Ammo biz sizlarni aynan jinoyat ustida qo'lga oldik. Jasadni
ko'mmoqchimidinglar? Nargiz opa. Nargiz opa. voy lobar. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Bizni mahallamizdan nima qilib yuribsiz? Shu siz uyingizga kelyapman. Qarzlaringizni qaytarmayotganingizni sababini qaynonangizdan so'ramoqchiman. O'g'illari qanaqa erkak ekan? Bu yoqda ayolini qarzi bo'lsa, umuman qaytarishmasa, xotiniga bunday yordam beray demasa. Nimalar deyapsiz Nargiz opa? Meni sharmanda qilmoqchimisiz? Nima, oilamni buzmoqchimisiz? Shuni xohlayapsizmi? U pullar haqida uyimdagilar hech narsa bilmaydi. Agar bilishsa bormi, meni sog' qo'yishmaydi. Tushunmadim, nimalar deyapsiz? Qanaqasiga bilishmaydi? Uyga xarajatlarim uchun deb olgansiz-ku qarzini. Ha, shunaqa. Keyin ishlatganman. Lekin erim ham, qaynonam ham bilishmaydi. Bilishsa meni uydan haydashadi. Demak, shuning uchun uydalik vaqtingizda sizga qo'ng'iroq qilsam ko'tarmas ekansizda. Bo'yningizda $10,000 qarzingiz bor-u, uydagilaringizdan yashirib yuribsizmi? Qanaqa ayolsiz o'zi? Oilada shunaqa katta yolg'on bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, aytingchi, u pullarni nimaga ishlatgansiz o'zi? Endi sizga hisob beraymi? Ishlarimga aralashmang. Qaytaraman o'sha qarzingizni, namuncha. Ey tavba. Yana jahl ham qilib qo'yasiz-a? Axir men sizga yordam berdim-ku, shunda ham yomonmanmi? Mayli. Bir hafta muhlat sizga. Agar qaytarmasangiz, qaynonangizga kelib aytaman. Demak, shunaqa deyapti degan. Ha, opa, menga tahdid qilyapti. Pullarimni bermasang, uyingdagilarga aytaman deyapti. Qaynonam bilsa o'laman. Erim bilsa-chi nima bo'ladi? Shuncha pulni nima qilding deyishsa nima deyman? Bo'ldi. Hadeb bunaqa siqilavermagan. O'zi o'sha Nargizang anchadan beri yoqmay yuribdi menga. O'zicha 1-2 so'm pul topib, bosar tusarini bilmay qopti shekilli u. Biror yo'lni topaylik, opa. Uni og'zini yopmasak sharmanda bo'laman. Men bitta reja o'yladim. Sen umuman xavotir olma. Hali unga shunaqa qilamizki, hech qaysi qarzini so'ramaydigan bo'lib qoladi. Yaxshilab qo'rqitib, tavbasiga tayantiramiz uni. Nima qilamiz? Biz sen bilan hozir bitta hiyla qilamiz. Allo, Nargizaxon, yaxshimisiz? Men Mahliyoman. Ha, tanidim. Yaxshimisiz? Ha, haligi Nargizaxon, biz singlim bilan sizdan olgan hamma qarzlarimizni uzmoqchi edik. Shunga qo'ng'iroq qilayotgandim. Pullar tayyor, Nargizaxon. Voy, rostdanmi? Va nihoyat-a. Oxiri meni tushunibsiz-da. Nima qilay, men ham zarurligi uchun so'radim pulni. Voy, ha, siz umuman xijolat bo'lmang, Nargizaxon. Hozir men sizga bitta manzil tashiyman. O'sha yerga kela olasizmi? Ha, keyin o'zingiz bilan yaxshi tilla taqinchoqlaringizni olib oling. O'rtog'im ham olmoqchi edi sizdan. Bo'ldi, sizni tushundim. Albatta boraman, tillalarni ham olib olaman. Aha, bo'ldi. Bo'lmasa hozir sizga manzil tashab qo'yaman. O'sha yerda singlim bilan kutib olamiz sizni, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Xo'p, bo'pti. Qaynonang qachon keladi? Bugun xolajonigida qoladilar. Bo'lmasa tez bo'l. Kiyimlaringni alishtir, menikiga boramiz. Xo'p. Xo'sh. Pullar qani? Yo'q, hech qanaqa pul. Tushunmadim. Lobar, qarzni qaytaraman deb chaqirding-ku? Sizga 1 so'm ham bermaymiz, bizda pul yo'q. Siz ham jonim omon qolsin desangiz, hamma qarzdan voz keching. Tushunmadim. Nimalar deyapsizlar? Siz menga hozir tahdid qilyapsizlarmi? Axir necha yildan beri tanishmiz. Sizlarga ish berdim. Yordam kerak paytda yordam berdim. Pul so'raganingda yo'q demasdan qo'lingga pul berdim. Bu nima qilganing? Lobar, umuman tanimayapman seni. Mana endi taniysan. Opa, u o'lib qoldimi? Qara
shuncha pulimiz bor endi. Bularni qo'ysangizchi. Axir u o'ldi-ku. Hasit, e'tibor berma. O'lsa o'lib ketaveradi bitta odam. Endi buni nima qilamiz, opa? Buni hozir to'xtab tur, o'zim ham boshim ishlamayapti. Buni hozir birorta matogam nimagadir o'rab dahlizga olib chiqib qo'yamiz, a? O'sha joyda turaveradi. Keyin nima qilishni o'zim o'ylab topaman. Bor. Birorta mato olib kel, xo'pmi? Bor, oqa. Shu bilan hech narsa bo'lmagandek yuraverdik. Ertasi kundan ishga chiqdim. Keyin erlar Sardor aka qo'ng'iroq qilib qoldilar. Ishga hali kelmaganlarni aytganimda hayron bo'ldi. Shu payt meni xayolimga bu ishni uni bo'yniga qo'yish fikri keldi. Chunki ular ko'p urushardi. Shuning uchun har safar uni eriga ishora qilib guvohlik bergansiz. Shundaymi? Ha, shunday. Men uni qamalib ketadi deb o'ylagandim. Agar u qamalsa, shu bilan hammasi tugardi. Sizlar esa boyib qolardingiz. Ustiga ustak barcha qarzlaringizdan qutulardingiz. Shundaymi? Nafsiga qul bo'lgan ayollar, sizlarga shunchalar yaxshilik qilgan insonga bu ishni qilishingiz qabiqlikdan boshqa narsa emas. Sizlar qonun oldida javob berasizlar. Voy, iltimos sizdan bizni kechiring, iltimos. Iltimos, kechiring, hali yoshmisiz, butun umr qamoqda chirib ketamizmi? Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Sho'rim qursin. Nahotki meni kelinim qotil. Uni yana qanaqa nayranglari bor ekan, a? Demak, o'sha kuni topilgan pullarni hammasi qotillik tufayli topilgan ekan-da. Endi meni bunday kelinim yo'q. O'g'lim ham undan voz kechadi. Jinoyatiga yarasha jazosini olsin.